Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Xo'p, bugun gullarimizni ko'rsatishga qaror qildik. Gullarimiz ancha ochilib qoldi. Har xil ranglari bor do'stlar. Hozir sotuvga boshladik. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida do'stlar. Xo'p, foydalanishga do'stlar 1,5 ming so'm beryapmiz. Bu gullarimizni salviyamiz bor, shafron bor. Shafron tugab qoldi, o'zimizga ozgina qoldi sotgani. Ular mana ochilishni boshladi, chiroyli bo'lib. Gullari katta. Bu ranglarimiz endi kelyapti ochilishga. Malinalarimiz tayyor bo'lyapti, qizillarimiz tayyor bo'lyapti, salviyalar bor, rayhonlarimiz bor. Ularni ham kelishtirib beramiz. Keyin xrizantema globuslarimiz bor. Sizlar shunaqa gaplar. Mana birlardan olib qalamcha qilyapmiz globuslarimizni. Kelaverasizlar do'stlar. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida. Dastavkani kelishamiz.